oila haqida gapirib aqllilik qilaverasiz. Qayerdan olasiz bu ma'lumotlarni deb ko'p so'rashyapti-da. Endi qaranglar. Bir kun ko'chadan keldim, uyimda hamma ovqatlanyapti, kelinlar mastava qilishgan, hamma jim o'tiribdi. Hazil-huzul qilsam ham hech kim yoqmayapti. Shu mastavani ichishni boshladim, birinchi qoshig'ini o'zida og'zim achishib ketdi ovqat sho'rligidan. Voy, nima bu o'zi? Devorganimni bilaman, adam jahllar chiqdi-da, jim o'tirib ovqatingni ich. Oxirigacha ichib qo'y dedilar. Hamma jim o'tiribdi. Hamma o'sha ovqatni ichyapti. Hammaga o'sha ovqatni ichirdilar. Gap bu yerda masalliqga achinish emas, kelinlarning shu mehnatiga achinish ketyapti-da. Keyin uje ovqatni ichib bo'lganimizdan keyin aytyaptilar, bir oyda bir marta ovqatni sho'r nimadir qilib qo'ysa, ichmaysanlarmi, jahl qilasanlarmi? Har kuni yaxshi qilib beryapti-yu, rahmat etmaysanlar, o'xshamay qolsa jahl qilasanlarmi deb shunaqa qilib ichirganlar. Ota-onamdan o'rganaman oilaviy muammolarni yechimini yoritib borishni. Obuna bo'lib qo'yasizlar.